Partiyadagi qo'ylarimiz Deko akamizning xonadonlaridan bo'ladi. Ona urug'ga istaganlarga xolis tavsiya qilaman. Qo'chqorlar zo'r. Zo'rligi qo'zi, hammasi ortasi zo'r. Gavdoshlari 95 gacha chiqdi akalar. Xudo xolasa urug'ga istayotgan aka-ukalarga tavsiya qilaman. Akalar xolis. Lekin qo'chqorlarimiz vobshimiz zo'r ekan. Do'stona tavsiya qilaman. Mana tishlari ham hali qo'zichoq akalar. Buni yoshligida o'zimiz berganmiz akamizga, o'zimizning qadrdonimizga. Endi mana satishlar kerak ekan, tavsiya qo'ydik mana. Orqalarini ham qo'ying. Janolar urug'ga bo'lsa tavsiya qilaman. Mana qorani ham zo'rlar. Mana kallalari, mana quloqlar. O'zimiz berganmiz akalar, endi sotuvga qo'yib ber deyishdi, qo'yibdi Xudo xolasa. Gavdasi 95 chiqdi. 95 ga olaverasizlar. Lekin qo'ylarni xolos aytayotman zo'r. Mana oldi to'shlari. Mana buniki ham. Hali qo'zichoq. Tavsiya qilaman, akalar, kimga qiziq bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqa chiqasizlar. Narxini 1300 dollardan deyiladi. Optimga bo'lsa tanlaverishga holatga qarab kelishamiz akalar.